Demak bizda x va y belgilar bor edi. Ular haqida, ular natijasida bizlar mana bu jadvalni tuzib oldik, to'g'rimi? X jadvalni tuzib oldik. Qarang. X belgi va y belgi, ya'ni bular nimalar? Tasodifiy miqdorlar. Tasodifiy miqdorning qabul qiladigan qiymatlari bor. X1, X2 va hokazo xk. Endi y1, y2 va hokazo yk. Bu birinchi tasodifiy miqdorimizni qabul qiladigan va bu ikkinchi tasodifiy miqdorimizni qabul qiladigan. Endi bular qanday bog'langan? Birinchi tasodifiy miqdorning qiymatlari ikkinchi tasodifiy miqdorning qiymatlariga qanday bog'langan? Buning uchun nima qilamiz? Bizlar Dekar koordinatalar sistemasida bu nuqtalarni joylashtiramiz. Gorizontalga x tasodifiy miqdorni, vertikalga y tasodifiy miqdorni joylashtiramiz. Mana bu koordinata boshi. Qarang. Mana bunday bo'lishi mumkin. X1 ga y1, to'g'rimi? Mana nuqta hosil bo'ldi. X2 ga y2. Xo'p, x3 ga mana bu yerda y3. X4 ga mana bu yerda y4. X5 ga mana bu yerda y5. Qarasak, endi bu nuqtalarni ko'p joylashtirishimiz mumkin. Ko'prog'i nima? Mana bu to'g'ri chiziq ustida yotibdi. Endi qolgan nuqtalar nima bo'ladi? Endi nima qilish kerak? Bu nuqtalarni yaqinlashtirish kerak. Ya'ni mana bu y bo'ladigan bo'lsa, bu y'imiz nima? Ko'rinishi va yana yozib qo'yamiz. Mana y teng rho yx plus 1. Ya'ni mana bu yerdagi orasidagi masofalar bor. Masofachalar bor mana bu yerda. Ya'ni bizlar nima qilishimiz kerak? Y va y kichkina i nuqtalar orasidagi masofani yaqinlashtirishimiz kerak. Ya'ni shu nuqtalar yaqinlashsa, qancha bu yerga yaqinlashsa, mana shu to'g'ri chiziq ustida yotadi. Uning uchun nima qilamiz? Bizlar ehtimollar nazariyasida ham ko'rdikki, tasodifiy miqdorning o'zining matematik kutilmasidan chetlanishi. Unda nima qildik? Chetlanishining absolyut qiymatini qaradik. Sochilish deganda nimani oldik bizlar? Dispersiyani. Hozir bu yerda sochilib yotibdi. U yerda ham qaragandikki, mana bu masalan o'q otish jarayonini qaraydigan bo'lsak, bir eslab olamiz. O'q otish jarayonini qaraydigan bo'lsak, shu yoqdan turib kamondan o'q otyapsiz. Mana nishonga qarata. Eng ko'pi qayerga tegadi? O'rtaga tegadi. O'rtasiga tegardi. Mana shu yerga tegardi. Va buni bizlar nima qilardik? O'rtachasini olardik. U nima edi? Matematik kutilma edi. Lekin kimdir hamma shu yerga zo'r uravermaydi. Qolgan qiymatlar qayerda yotib qoladi? Mana bu yerda birov 3 lik baho olishi mumkin, birov 2 lik baho olishi mumkin va hokazo. Tasodifiy miqdorning qiymatlari ko'p, lekin juda ko'pi matematik kutilma atrofida joylashyapti. O'rtachasi shu yerda, lekin qolganlarichi degan savol bor. Ya'ni u yerda nima hosil bo'lyapti? Sochilish hosil bo'lgandi. Bizlar uni nima deb oldik? X minus mx deb oldik. Orasidagi masofa, chetlanish, tasodifiy miqdorning qiymatlarining o'zining matematik kutilmasidan chetlanish edi. Bizlar uni sochilish deb atadik. Bu nima edi? Dispersiya. Lekin biz modul bilan ishlashligimiz qiyin bo'lganligi uchun nima qildik? Uni kvadratga ko'tarib oldik. Ya'ni bizlar mana buni qarashimiz kerak edi, dispersiya deb. M modul x minus mx ni olishimiz kerak edi. Lekin modul bilan ishlash qiyin bo'lganligi uchun, ya'ni nima degani bu? Mana bu yerdagi masofalarning o'rtachasini olishimiz kerak edi. Lekin modul masofa bilan ishlash qiyin bo'lganligi uchun nima qildik? Kvadratga ko'tardik, kvadratga oshirib oldik. Ya'ni o'shani dx dedikki, m x minus mx ning kvadrati. O'qilishi nima edi? Tasodifiy miqdorning o'zining matematik kutilmasidan chetlanish kvadratining matematik kutilmasiga dispersiya deyilardi. Xo'p, mana shunday qilib sochilishni o'rgandik. Bu yerda ham xuddi shunday modul olishimiz kerak edi. Modul olishimiz kerak. Orasidagi masofalar yig'indisini topishimiz kerak.
va bu yerda modul bilan ishlash qiyin bo'lganligi uchun bizlar nima qildik? Uni kvadratga ko'tardik. Kvadratga ko'tardik va bu yerda nima hosil bo'ldi? F funksiya hosil bo'ldi. Bu nima ekan? Summa i teng 1 dan n gacha y minus kichkina y ning kvadrati. Mana shunaqa funksiya hosil bo'ldi. Endi bizlar bu funksiyaning nimasini topishimiz kerak? Minimumini topishimiz kerak. Ya'ni minimum bo'lsa, minimumga erishadigan qiymatlarni topishimiz kerak. Buning uchun eng kichik kvadratlar usuli deyilar ekan shu. Ya'ni mana shunaqa funksiyalar orasidagi masofalar yig'indisini bitta funksiya deb qarab turib, undan hosila olamiz va uni nolga tenglashtiramiz. Nolga tenglashtirganimizdan keyin noma'lum tenglamalar soni hosil bo'ladi. O'sha yerdan keyin ro y x va b larni topamiz. Tushunarli? Mana shu mohiyati, eng kichik kvadratlar usulining mohiyati shundan iborat ekan. Xo'p, keling bir yozib ko'raylik. O'sha joyini bir yozib ko'raylik. Formulada x larni yozib oldik birinchi qatorga, y larni yozib oldik. Formulada nimalar bor? X ning va y ning kvadratlari bor. Va ularni ham hisoblab oldik. Va ko'paytmalar bor. Ko'paytmalarni hisoblaganimizdan keyin olib kelib formulaga qo'ydik. Boyagi bizlar eng kichik kvadratlar usuli orqali topilgan mana parametrlarimizga olib kelib qo'ydik. O'shandan keyin nima bo'ldi? O'z grafikidan qarasangiz ham buni, grafikidan qarasangiz ham koordinata mana bu yerga joylashtirasiz-ku. Mana bu yerga joylashtirsangiz, Descartes koordinatalar sistemasida x, y larni joylashtirsangiz to'g'ri chiziq bo'ladi. Biz har doim to'g'ri chiziqni izlamaymiz. Shu koordinatalar tekstligida joylashtirganingizdan keyin u parabola ko'rinishida yoki giperbola ko'rinishida, ko'rsatkichli funksiyaning ko'rinishida bo'lib qoladi. Nuqtalar joylashadi-ku. Men boya joylashtirdim, mana bu yerga joylashtirdim. Ko'prog'i to'g'ri chiziqning ustida yotganligi uchun men to'g'ri chiziq ko'rinishida izladim funksiyani. Lekin siz nuqtalarni joylashtirasiz-ku. Mana bunaqa funksiya ko'rinishida, ya'ni kvadrat funksiya ko'rinishida, kvadratga o'xshab parabola ko'rinishida bo'lishi mumkin. Siz endi shu parabola tenglamasini qo'yib ishlaysiz. Bu yerga qo'yasizdagining y ning o'rniga o'sha funksiyani qo'yib, endi parabola bo'lgandan keyin mana a plus bx plus cx kvadrat, endi 3 noma'lumni tenglamalar sistemasi bo'ladi. Siz nima qilishingiz kerak? B bo'yicha, C bo'yicha, A bo'yicha xususiy hosilalarni olishingiz kerak. Endi 3 noma'lum tenglamalar sistemasini yechib, shu yerga olib borib qo'yasiz. Lekin bizning misolimizda bu Descartes koordinatalar sistemasida joylashtirsangiz, to'g'ri chiziqda yotadi. Ko'pi, bittasi tashqari chiqishi mumkin, lekin to'g'ri chiziqda yotganligi uchun aynan bizlar o'sha topgan mana formulamiz bor-ku, ro y x va b ning larga olib kelib qo'ydik. Olib kelganimizdan keyin bu yerda sonlar chiqdi. Sonlar chiqdi. Xo'sh. Endi mana bu yerdagi izlanayotgan regressiya tenglamasini yozamiz. Ya'ni to'g'ri chiziqli regressiya tenglamasi hosil bo'ldi. Tushunarli? Men ustozim birinchi tanishtiray. Mening ustozim bo'ladi Jizzaxda. Bu hayotdagi ilmiy rahbarim desam bo'ladi. Ko'p narsani shu ustozimizdan o'rganamiz, saboq olganmiz. Nima desam bo'ladi? Men Jizzaxga kelganimda domla Pedinusda kafedra mudiri edi, Shamsiyev Abduvali domla. Hozir jamoat kengashi Pedinusda raisi bo'ladi. Shu ustozimiz mana ochiq darsimizga kelib, endi o'zining baholarini berib ketadi. Endi aslida matematiklar mana matematika va amaliy matematika deb nima uchun ajratadi? Qanday qaraysiz? Matematika bor, fundamental matematika. Amaliy matematika deb nomlanyapti. Aslida ikkovi bitta. Nima uchun paydo bo'lgan? Paydo bo'lishi matematika qo'llanmagan soha yo'q. Mana bunga qo'llanmaydi deb ayting, men bitta misol aytaman. Hamma sohaning, matematikaning hamma amaliy masalalarni yechishga qo'llaniladi. Bu masala endi turlicha qo'yiladi. Ba'zan matnli masalalar, ba'zan oddiy masalalar va murakkab fundamental masalalarni qo'yadi. Mana shularda asosiy ko'prik vazifasini bajaradigan fan bor. Bu fan mana sizlar bugun o'rganayotgan fan.
ehtimollar nazariyasi va matematik statistika degan fan. Shu fanni yaxshi tushungan kishi, yaxshi o'rgangan kishi matematikaning amaliy jihatga qo'llanilishida muhim ahamiyatga ega bo'lgan bilimni, ilmni olgan bo'ladi. Mana bugun hozirgi o'tgan boyagi korrelyatsiya, regressiya tengnomalar degani bu hamma sohada qo'llaniladigan, hatto qishloq xo'jaligida, transportda, sanoatda va boshqa sohalarda hammasi uchun asos bo'ladigan xizmat. Shu sohaning boyagi qishloq xo'jaligida mehnat unumdorligi deymiz, bu deymiz, mahsulotning kelib chiqish jarayonini tahlil qilib beradigan tengnomalar aslida mana shu korrelyatsiya, regressiya tengnomalar orqali tekshiriladi. Sanoatda ham xuddi shunday. Bugun ta'limda ham xuddi shunday. Ta'limdagi o'zgarishni ham amalga oshirishda muhim ahamiyatga bo'lgan bir mavzuni aytganlar. Shunga qanday baho qo'ysak bo'ladi? O'zlaringcha aytinglar qani? Yaxshi dars o'tildi. Menimcha hammaga tushunarli bo'ldi. Shundaymi? Men a'lo baho qo'ydim, lekin sizlar bilmadim qanday